Yo, hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Daist va bugungi videoda men Minecraftda parkur o'tkazaman. Ya'ni bu 3 bosqichli parkur bo'ladi. Bu esa birinchi bosqichi bolalar. Men uchalasi bosqichidan ham o'ta olamanmi? Buni keyin ko'ramiz. Qani boshladik. Xullas bolalar, mana birinchi bosqichda boshlanishi. Xo'sh, boshlanishi oson. Oson. Xullas, bolalar anchadan beri video chiqmayotganini o'ziga yarasha sabablari ham bor. Hamal. Xullas, endi bundan buyog'iga videolar tezroq chiqarishga harakat qilaman. Uning uchun sizlar like va obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. Bundan nima qilamiz? Ha. U nojoyda turibdi, demak bu tarafda ekan. Bu taraf ikkalasi ham chiqmagan. Mana shu tarafga boramiz va to'g'ri biz keyingi bosqich keyingi joyga o'tamiz. Vuy, mana endi tezlashyapmiz. Mana shu joyga to'g'ri tushamiz. Yes, biz o'tdik. Hazillashdim. Buyoqda o'zi nima bo'lyapti? Tugmalar ezilmay qolyapti. Xullas bolalar, yana bu yoqqa kelib oldik. Xo'sh. Bo'pti, mana shu tarafdan yurib ko'ramiz va ko'ramiz biz oxirgi joyga bora olamizmi, yo'qmi? Buni keyin bilib olamiz. O'zi ham yomon sekin harakatlanar ekan demoqchi edim. Tezlashib ketdi. O, yorug'lik! Biz yutdik. Hazillashdim. Naryoqqa qaytarib olamiz. Mana bu yerdan boshlaymiz. Boya mana shu joyga tushib ketdik ekan bolalar. Bu joyda ham xuddi shu narsalar, faqat yana bolalar, men yana kelib oldim. Voy, mana paytda yomg'ir yog'gandek. Undan ko'ra qor yog'sa. To'g'rimi? Hayır. Mana bolalar, kelib oldim yana. Endi tezroq keyingi bosqichga o'taylik. 1 2 3 4. What the fuck? Voy. Buni boshlaymiz. O'tdik. Endi esa ketdik ikkinchi bosqichga. Bolalar, ikkinchi bosqichda ham yomg'ir yog'yapti ekan. Bizga bular nima kerak bilmadim. Bab kerak bo'lib qolar. Ketdik biz hozir. Tepaga chiqishimiz kerak. Rahmat. Hozir o'laman menimcha. Ana yomg'ir to'xtar shekilli desam. To'xtamay, shunchaki ovoz kelmayapti ekan. Xo'sh. Bolalar aytgancha, kommentariyadagi silka orqali men Telegram kanalimga o'tib qo'yishingiz mumkin. Nega deganda, u Telegram kanalimda ham men juda zo'r modlar tashlayman bolalar. O'tib bemalol Minecraftga o'tkazib o'ynab o'tirishingiz mumkin. Bu modlar juda zo'r modlar. Bunda hozir biz sakrimiz. Zo'r, rahmat.
Endi yana tepaga chiqishimiz kerak. Mana bolalar, tepaga chiqib oldik. Endi nima qilishimizni bildim. Mana shu bitta slime blokni qo'yamasam, ha? Qani bolalar, yana boshqatdan. Ya bismillah. O. Keldik. Bu yerda ataylab mana shunaqa qilib qurishganmi? Endi bu yoq qiyin bo'ladi. Ana. Endi bunisi u yoqda narvonlar bor ekan. Hop. Ana. Endi bunisi esa bu yoqda bizning ashaddiy dushmanimiz Creeperjon va biz uni qariyb bitta zarbada chicha teparoq qo'yib ketdi. Tuydi. Hozir o'ltirsak, keyingi bosqichga o'tsak bo'ladi. Keyingi bosqich bundan ham qiyin bo'lsa kerak. Qani qo'yni o'ltira olamizmi? Ketdik endi. Xullas bolalar, mana keyingi bosqichga keldik. Bu bosqich juda qiyin bo'ladi degan umiddaman. Boshidan shunaqa tushib ketsam. Bu Minecraft meni ustimdan kulyapti o'ta. To'g'rimi? Ana. Mashinasicha yomonroq. Aytdim-ku men sizlarga, yomonroqmas, yomon ekan u. Yuvilmabdi. Shuning uchun siybanib ketdim. Yomon asabga tegyapti mana shu. Aytgancha bolalar, boya aytganimdek, Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Nima deganda, unda juda kam obunachi. Shuning uchun obunachini ko'paytirib bersanglar. Kommentariyadagi silka orqali obunani ko'paytirsa bo'ladi. Yana xuddi shunda. Tushib ketdimmi? Hammasiga aybdor ana u qo'y. Qo'y kelyapti, nas bosyapti-da faqat. Ichidan naslayapti hadeb meni. Menimcha u aniq qora mushuk. Faqatgina qo'yda niqobini kiyib olgan. Qora mushuk u. Qaranglar, qop-qora ichi. Ozgina qoldi. O'tdik. Endi bunisida qanday? Bu yerdan sakrolmaymiz. Ana. Ana. Shunday sakrasak, tushib ketishimiz mumkin. Tushib ketish ehtimoli 100.1 bo'ladi. Tushib ketishimiz ehtimoli. Oxiri qiyin bo'ladi cho'tta. Bunda ham yana
Tepaga chiqamizmi? O ana. Endi ketdi, suramiz tepaga. Men 3-bosqichda o'ta qiynalaman debman. Bu yoqdan bitta suvni olamiz. U qizil nuqtaga tushish kerak ekan. Tushdik-ku, lekin to'g'ri nuqtaga tushmadik. Bolalar, mana yana chiqib oldik. Endi bu safar qizil nuqtaga tushishimiz kerak. Qizil nuqtaga tushdik. Bolalar, endi 3-sida to'g'ri tushmasam. Hamali ketdik. Bolalar, endi men nima uchun kreativ qilib oldim? Chunki endi buni qilganda, jonlida bu Minecraftda aniq o'ladi. O'zim tekshirib ko'rdim. 3 ekan umuman. Qani endi Butter Dropni dolasini ko'ramiz. Va ana. Va biz endi buni ham yutdik. Xullas bolalar, shuncha mehnatga bittagina like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar va qani unda nima desam bo'la. Keyingi video uchun bolalar Telegram kanalimga keyingi video nima haqida bo'ladi? Uni Telegram kanalimga joylayman bolalar. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimga ham bo'pti. Unda hammaga xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman.